Xorazm viloyatida o'tkazilgan Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi yoshlar uchun katta imkoniyatlar maydoni bo'ldi. Ushbu platforma orqali talabalar o'z kelajak kasbini tanlash, ish beruvchilar bilan yaqindan muloqot qilishga erishdi. O'zbekiston Milliy banki, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, Xorazm viloyati hokimligi hamda Savdo-sanoat palatasi hamkorligida tashkil etilgan tadbirning asosiy kontingenti oliy ta'lim dargohlarining bitiruvchilari bo'lishdi. Bu kelajakka qadam degani yoshlarimizni kelajagiga muhim qadam, ularning hayotidagi muhim kun, ularning hayotiga daxldor bo'lgan muhim kun. O'zini xohlagan kasbiga ega bo'ladi, shartnoma tuzadi. Mana ish beruvchilar tanlaydi. Ish beruvchiga ham, talabaga ham, bitiruvchiga ham ochiq maydon. Bu ish beruvchi aslida o'ziga qanday xodim kerak, qanday kadr kerak, qanaqa bilimlarga ega, kompyuter texnikani biladigan, til biladigan kadrni xohlasa ishlovchi ham xuddi shunday o'ziga munosib korxona tanlaydi. Qanaqa korxonada ishlamoqchi, o'zini iqtidori, qiziqishi, qobiliyatiga qarab. Yoshlarga bo'lgan munosabat o'zi yurtimizda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib turibdi. Hurmatli prezidentimizni eng mana bugungi kunda ilgari surayotgan, e'tiborlarini tortayotgan jihatlari yoshlarning ish bilan bandligini ta'minlash. Bitta yoshga ish bergan tadbirkor, ish beruvchiga imtiyozlar berilishi, ularning ish bilan qamrab olinishiga soliq imtiyozlar berilishi. Yoshlarimiz bu masalalarni to'liq tushunishi kerak, anglashi kerak. Shu bilan birgalikda bo'layotgan imtiyozlardan foydalanish kerak. Talaba Expo 2026 minglab talabalar ish beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga yo'l ochayotgan ko'prik. Tadbirda 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar o'zlarining 1,5 mingdan ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdilar. Biz Talaba Expo ko'rgazmasida ochiq ish o'rinlarimiz, vakantlarimiz bilan qatnashdik va buni talabamizga taklif qildik. Hozirgi kunda 50 dan oshiq talabalar ishchi o'rni bo'yicha qiziqish bildirishdi. Bu Talaba Exposi biz ishlab chiqaruvchilar uchun ishchilarni tanlash bo'yicha o'qigan, saralangan talabalarni ishga qabul qilish imkoniyatini berdi. Bu yerda talabalarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda, ya'ni xohlagan talaba o'zi xohlagan yo'nalishda kasbni izlab bu yerga ariza topshirishi mumkin. Men o'zim iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyman. Men o'zim banklarga qiziqdim. Bu yerdagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot oldim. Shu ma'lumotlar asosida ariza topshirmoqchiman. Eng muhimi bu kabi tashabbuslar yoshlarning bandligini ta'minlash bilan birga ularning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish hamda egallagan sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbarining mana shu yoshlarga oid davlat siyosati borasida olib borilayotgan islohotlari hamda mana shu bitiruvchilarimizni bandligini ta'minlash, bitiruvchilarimizni ish qidirib tashkilotlarda sarson bo'lmasligini oldini olish masalasida ham bu Talaba Expo ko'rgazmasining ahamiyati juda ham nihoyatda katta. Talaba shu yerda o'zi ish bilan ta'minlanadi, ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan taklifni oladi va ish jarayonini boshlaydi. Va eng muhim jihati mana hozirgi vaqt bo'lib turibmiz, mana shu yerda tadbir doirasida bevosita shu yirik tadbirkorlarimiz tomonidan, ish beruvchilarimiz tomonidan seminar treninglar o'tkazmoqda. Bu ham bir yoshlarimizga o'zlarining kelgusida to'g'ri maqsad qo'yishlarida, mana shu hayotda ish faoliyatlarini to'g'ri olib borishlarida bir katta turtki bo'ladi, katta motivatsiya bo'ladi. Mazkur kasblar ko'rgazmasining umumiy statistikasiga e'tibor qaratsak, tadbirga 8 ta oliy ta'lim muassasasining jami 7612 nafar talabalari tashrif buyurdi. Ish beruvchilar bilan bevosita suhbat o'tkazgan talabalar soni esa 2921 nafarni tashkil etdi. 1085 nafar talabaning ish o'rinlari aniqlandi. Tadbirkorlikka yo'naltirilgan yoshlar soni esa 87 nafarni tashkil etdi. Yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida Xorazm viloyati uchun ajratilgan moliyaviy resurs hajmi 45 milliard so'mga yetdi. Hozirda bu yerdagi ish o'rinlarini ko'rib, o'zimizga kerakli ish o'rinlarini topishga ham sharaf qo'lyapmiz. Startaplarimizga Milliy bank tomonidan investitsiya kiritish shunaqa yangi imkoniyatlarni ko'rib chiqmoqdamiz. Startaplarimizdan biri bu ham inson salomatligini saqlab qolish, ham o'zimizga daromad keltirish uchun MCS nomli qurilma va platforma yaratganmiz. Bunda bilamizki, tabiiy is gazidan zaharlanish holatlari afsuski yurtimizda ko'p uchrab turadi. Shuni oldini olish maqsadida biz o'zimizning qurilmamizni yaratganmiz. Bu qurilma inson birinchi sezmaydigan is gazini, yong'inni va turli xil gazlarni aniqlab turib, insonni tug'ish yordamida shudagi insonlarni ogohlantiradi. Mobil qurilmangizga xabar keladi va to'g'ridan-to'g'ri favqulodda vaziyatlar vazirligiga navbatchi xodimiga xavf signalini yuboradi. Tadbir doirasida talabalar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Unda yoshlarning taklif va tashabbuslari, qiziqishlari tinglandi. Shuningdek, bitiruvchi kurs talabalarining biznes loyihalari muhokama qilindi.
Bir so'z bilan aytganda, Talaba Expo 2026 nafaqat kasblar ko'rgazmasi, balki yoshlarning orzu va maqsadlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qilayotgan muhim maydon ham. Albatta, bunday tashabbuslar kelajakda malakali kadrlar tayyorlash, yoshlar bandligini ta'minlash hamda mamlakatimiz taraqqiyoti uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi shubhasiz.